أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hörmətli sabaqdaşlar, bugün bizning başlamoqchi bo'lgan kitobimiz ilmul hadisga tava bo'lgan mustalah. Ya'ni shu mustalah feniga doir kitob Taysir Mustalahul Hadis ustoz doktor Mahmud Tahanning kitobi. Endi kitobimizni boshlashdan ilgari biz ilmul hadis to'g'risida va mustalah to'g'risida bir qism tushuntirishlarni bergandan keyin andikin darsimizni boshlaymiz. Hammamizga ma'lum, hadis o'zining ikkinchi qonun, ikkinchi dastur bo'lish sifati bilan islomning dastlabki davridan tortib musulmon ulamolarininki alohida ehtimomini tortib kelgan. Shunlashqami ulamolar Rasulullah'ın davridan keyin hadislarni xotirlashga, hisobda Hijriyaning 2-asrining oldi keyinda hadislarni xotirlashga va hadislarni tadqiq qilishga kirishgan. Endi hammalarga ma'lum, xuddi Qur'oni Karim musulmonlarningki dastur bo'lish sifati bilan fahman va idrokan va boshqa nuqtalardan tadqiq qilingandek, hadismo shu darajada ehtimomga loyiq ham erishgan. Endi hadis bilan Qur'oni Karimningki o'tirdiki bir farq nima desanglar, Qur'oni Karim ilahi vahiy sifatida, ilahi Allohning kalomi sifatida Payg'ambar alayhisolamga Jibril orqali, andikin Rasululloh orqali butun ummatga yetkazilgan. Garchi ummatning shu vaqtdagi yeziqchilik va boshqa taraflardagi sharoiti intayin nachar bo'lsa-mu, yeziqchilik vositalari taraqqiy qilmagan bo'lsa-mu, yozish imkoniyati oz bo'lib qolsa-mu, ammo ummat barliq imkoniyatni ishga solib Qur'oni Karimni yozgan, yodlagan, shu orqali bizlarga mutavatiran, ya'ni hifzan va kitabatan mutavatiran shaklda bizga yetkazib omonatni ado qilgan. Ammo masalan, hadislarningki, Qur'onninki yozilish tarixiga qarab boqganda ko'p qolsak, Qur'oni Karimni yozishda sahobalar imkoniyatning barcha topolganligini narsaning hammaga yozgan. Endi hozirgidek tasavvurlar o'ylab olsak bo'lmaydi. Hozirgidek qalam kengri, qog'oz kengri, qalam qog'ozni yozg'imiz kelmaydi. Ko'pincha kitoblarni masalan bosmaxonalarda bosamiz, ammo u vaqtlarda qalam qog'oz yozg'udek narsa bo'lmaydigan bo'lg'achqa, sahobalar topganlik narsaga, hatto xurmining ko'taklariga hatto tuguning egalarininki ishqib oq yozg'iladigan yuzuvon asliki hammaga qanday qilib yozgan, toshlarga yozgan, qo'vzoqlarga yozgan, trillarga yozgan, shu orqali Qur'oni Karimni omonat sifatida ilgirki avloddan keyingi avlodga, keyingi avloddan undan keyingi avlodga, avlodma-avlod mutavatiran shaklda bizga yetkazgan. Ammo hadisga kelsak, Payg'ambar alayhisalom shu vaqtdagi amaliy sharoitni ko'z tutib, chunki ilmiy bir davr bo'lmagan bo'lg'achqa, uni ratlab, hadis, Qur'on deb ayiradigan imkoniyat yo'q. Agar bayatdagi baha imkoniyat bo'yicha ishkilisini yozsin deyilsa, har ishkilisini yozsin deyilsa, u vaqtida tabiiylam qalaymuqanchilik yuz beradi, aralashib ketish yuz beradi. Qur'on qaysi, hadis qaysi, shataq chiqadigan gap. Shu tufaylidan Payg'ambar alayhisalom la taktubu anni ghayral Qur'on. Mendan Qur'ondan boshqa hech narsani yozmanglar, ya'ni hadislarni yozmanglar. Qandaq odam mendan Qur'ondan boshqa bir narsa yozgan bo'lsa, falhumhu, yani o'chirvatsin. Falyamhu, yani o'chirvatsin deb Rasululloh buyruq qilib, sahobalar shu buyruqqa asosan hadislarni yozgan sahobalar intayin asosan yo'q derlik. Unda o'g'achqa hadisning tadqiqoti, Qur'oni Karimning tadqiqoti qilgan vaqtda sal kengroq chiqadi. Chunki Qur'oni Karimningki ma'nan, lafzan, hifzan, kitabatan mutawatir shaklda kelgan bo'lg'achqa, faqat Qur'oni Karimni ma'no, fiqhi, fahmi tarafdan bahs qilsa bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimning tafsiri va ammo Qur'oni Karimning mustalahi yo'q. Ya'ni bunday qilgan vaqtda Qur'oni Karimningki sahih zaifni ayiradigan gap yo'q, chunki u qana qilinib bo'lgan, belgilanib bo'lgan, mutawatirdan bizga naql qilingan bo'lgan bo'lg'achqa uni bahs qilish hojatsiz. Ammo hadis kelgan vaqtda hadis Qur'oni Karimdek fahman, fikran, fiqhan tadqiq qilinishdan boshqa hadisningki bizga yetib kelish yo'llarining tadqiq qilinishi ehtiyojli bo'lib qoladi, ya'ni taqozo bo'lib qoladi. Shu nuqtadan hadisning tadqiqoti cho'ng jihatdan ikkiga ayriladi. Birisi hadisni fiqhan, fahman, fikran bahs qilish. Fiqhan, fikran, fahman bahs qilish. Ya'ni bu xuddi Qur'oni Karimni tafsir qilganga o'xshash, Qur'oni Karimdan ahkomlarini olganga o'xshash, Qur'oni Karimdan manhaj prinsiplarini olganga o'xshashlan bir ish. Bularni xuddi Qur'oni Karimning tafsiriga o'xshash muomala qilinadi va shu sohada Qur'oni Karim bilan billa bahs qilinadi.
Tafsirlarda hadislar tafsiri sifatida tilga olinadi. Ahkamlarda, fiqhlarda ahkamlarning to'liqligi sifatida yoki mustaqil ahkam manba sifatida tilga olinadi. Usulul fiqhlarda xuddi Qur'oni Karimga o'xshash bahs qilinadi. Bu taraflari shu Qur'oni Karimga qilingan shu mayli usulul fiqh fanda olsun yoki boshqa tafsirda olsun yoki shuruhul ahadis deymiz, shu sohalarda olsun bu yetarli emas, birlik bulog'liq, uning haqqi birlik bulog'liq. Ham bizningki hozirgi temamiz emas. Endi bizning o'qiydiganimiz qaysi? Biz bayatdan hadisning tadqiqot, hadisga bo'lgan ehtimomning cho'ng turini ikkiga bo'ldik emasmi? Birisi fahman, fiqhan, fikran. Buni bizning darsimizning temasi emas edi. Yana birisi nima bo'lsa, istilohan. Yoki buningdan cho'ngroq degan vaqtida, cho'ngroq atalg'uli atgan vaqtimizda hadisninki ojiz, sahihlik yoki isnod jihatga bizga tadqiq qilinish nuqtasidan ikkinchi turiladi. Chunki ben bayatında degandek hadis Peygamber Aleyhisselam'ın davrida yozilmagan, sahobalarning davrida yozilmagan, tabiinning davrida asosan ko'p yozilmagan, tabiinning davrining oxirgi tabiiy tabiinning davriga kelgan vaqtda butun palla yozilishga boshlagan vaqtda hadisning shularning qatorida toplanishga, xotirlanishga boshlagan. Shu chaqgacha hadislar eg'izdan eg'izga ko'chib rivoyat shaklida kelgan bo'lg'ach, undan boshqa burun Peygamber Aleyhisselam Qur'onni asrash uchun, Qur'onni saqlash uchun hadisga yozish, qatorliq ishlarni cheklab, amaldan qoldirib, sahobalarning butun ehtimomini Qur'onga qaratgan bo'lg'achqa, hadislarning bizga yetkilib kelish yo'llarida ba'zi masalalar chiqadi. Ya'ni din dushmanlarining ba'zi narsalarni qana qilib o'tishi, singdirib o'tishi qasdan g'arazlik asosda yoki ixlosmand nodonlarningki g'arazsiz qastsiz asosda o'zi bilmasdan bir narsalarni jazonga kirgizib o'tishi nodon johillarningki. Mush sabablik hadislarning yo'llaridan ba'zi masalalar chiqadi. Endi ulamolardan bir bo'laklari dal mush hadisning ichiga kirib olgan kelgundilarni, sirtin kirib olgan yot hadislarni mana tutgan vaqtda hadisning zaiflarini yoki to'qilmalarini din dushmanlarining suiqasdini ayirib chiqarish uchun bir bo'lak ulamolar ajratilib, shu maxsus shu sohada izlanib bir pen shakllangan bir xil kasbiy ulamolar maydoniga kelgan. Bizning o'qimoqchi o'g'limiz dal mushu xil tipi. Eson bo'lsin savoqdoshlar, bizning o'qimoqchi o'g'limiz hadisninki tushunchisi emas. Hadisning fikri, hadisning chiqadigan fikri emas. Hadisning oladigan mazmun emas. Faqat hadisning bizga yetib kelish yo'llari bilan ojiz zaifligini qanaqa qilish, ayirish, hadisning isnodlarini tadqiq qilish, hadisning raviylarini, rijollarini tadqiq qilish, hadisning illatlarini tepib chiqish, musharaqaliq hadisning sog'lom bo'lishiga kafolatlik qilish. Bas, bizning o'qiydiganimiz dal shu. Buni biz keyingi davrda ilmul hadis deb atalgan kasbiy nom mushuni o'qiyiladi. Ammo hadisni tushunish, hadisni tushunchalash, hadisni ahkamlashlar usulul fiqh qatorida, tafsirlar qatorida, ahkamlar qatorida, shuruhul ahadis qatorida a tarafda bir taraf qilinadi. O a tarafning bahsi, ammo biz bilan o'qimoqchi bo'lgan ilmul hadis deganimiz hadisning sahih, zaifligi, bizga yetib kelish yo'llarining ahvoli, raviylarning ahvoli ve bu ahvallarda tarmoqqa ayrılgan, turkumga ayrılgan hadislarga yoki shu xil qoida nomlarga atalg'u qo'yish ahvollari, hadislarning ichidagi illatlarni, kasallarni tepib chiqish jihatdagi ahvollar bahs qilinadigan, tadqiq qilinadigan fan ilmul hadis degani shu. Esingda bo'lsin, ilmul hadis degan atalg'u yoki biz o'qiyotgan kitob hadisni tushuntiradigan kitob emas, hadisni hukm oladigan kitob emas, hadisning mazmunini, fikrini oladigan kitob emas. Balki hadisning faqat sahih zaifligini, hadisning yo'llaridagi masalalarni, raviylarining ahvollarini va boshqa ahvollarni bizga yetkazib beradigan, shu bahs qiladigan fan. Endi mana nuqta kallanlar aylan olgan bo'lsa, ilmul hadis degani cho'ng jihatdan 3 turga bo'linadi. Ilmul hadis cho'ng jihatdan 3 turga bo'linadi. Birinchisi mustalah deb ataymiz buni. Ya'ni mustalah deganimiz hadisning atalg'ularini bilish, hadisning tushunchlarini bilish, Andan hadisga munosabatlik qoida prinsiplarni qanday qilish, bahs qilish. Bu birisi. Ikkinchisi al-jarh va ta'dil deymiz. Jarh va ta'dil deb qo'yamiz. Laqab bizning Uyg'urcha tushundirsak, aqlash, qarlash degan gapchi bu. Hadisning raviylarini aqlab, qarlab, yoki ularda ayb bormi yo'qmi? Bu qandayroq odam? Buningda yolg'onchilik ehtimoli bormi yo'qmi? Ishonchlik darajasi qanchalik? Bu odam rivoyat qilgan ma'ula. Buning biz hozir bayatni tilga olgan ilmul hadisning birinchi tarmoqi mustalah degan bir tuqqan bo'lsa-mu, lekin sal g'ayriroq, aniga farq jihatda o'xshamaydiganroq bir tur. Ikkinchisi
Üçüncüsü ilmul hadis algan 3-4, üçüncüsü el-ilal deb qo'yamiz. El-ilal deb qo'yamiz. Bütün hadisning qoidalarining hammani bahs qilib chiqarish va amaliy tatbiqlash mau el-ilal bo'ladi. Hisobda ilmul hadis o'qiyman degan odam 3 turni o'qiydi. Hadisning qanaqdir fiqh mazmuni, fahmisi, fikrisi, hadisdan chiqadigan tushunchalar, hadisdan olmoqchi bo'lgan maqsadlar, g'arazlar yoki hadisning ahkomlari va boshqa mazmunlar biz ilmul hadisning tahtiga kirmaydi. Ilmul hadis deb atalgan nom kasb faqat hadisni ojizlik, sahihlik nuqtasini bahs qiladigan lampan qayta deb ketyapman. Faqat hadisning bizga yetib kelish ahvoli, rivoyat qilish raviylarining ahvoli va shunga munosabatlik ahvollar mana shu vaqtda hadisni bizga sog'lom yetkazib berishni maqsad qilgan fan ilmul hadis bo'ladi. Deb o'tganimdek ilmul hadis cho'ng 3 turni o'ziga olgan, tarmoqning ichiga tarmoq bo'lsak, birisi mustalah deb ataymiz, yana birisi jarh ta'dil deb ataymiz, jarh va ta'dil deb ataymiz, uchinchisi al-ilal deb ataymiz. Mush 3 tur bor. Endi bizning o'qiyotgan kitob dal mustalahga munosabatli kitob. Ya'ni biz birinchi kitobimiz 4 qismga bo'lingan. 4 qismninki birinchi babini o'qiymiz. Shu hozir o'qimoqchi bo'lgan shu darsimizda mush birinchi babida asosliq mustalahni o'qiymiz. Qolgan boblari hozircha turib turadi. Chunki ma kitob o'qitilish maqsad qilayotgan o'quvchilarningki umumiy ahvoli, saviyasi dal mush birinchi qismga mos keladi. Ham hozir o'quvchilarimizning amaliy taqozosi bilan birinchi babning 4 babning birinchi babini taqozo qiladi. Dal biz o'qimoqchi bo'lgani yuqoridagi ilmul hadisni 3 ga bo'ldik emas, mana 3 turininki qaysilarga tava al-mustalah kitobi. Inshaalloh biz ikkinchi bosqichda ilmul hadisninki ikkinchi bosqichni o'quvchilarimizga o'tmoqchi bo'lsak yoki so'zlamoqchi bo'lsak, inshaalloh mustalah jarh ta'dillarga o'tamiz, al-ilallarga o'tamiz. Hozircha mush al-mustalah bilan kifoyalanamiz. Ya'ni bizning o'qiydigan hozirgi kitobimiz al-mustalahga tava kitob. Endi bu kitobni tanlashimizning sababi men bayonni qisqacha tushuntirib o'tdim. Ilmul hadisning asosliq maqsad qilinayotgani qaysi, nima vajidan bu ilmul hadis borliq kelgan deganni qisqa tushuntirdim. Yana bu qayta qisqachilab o'tsam, dedik-ku, payg'ambar alayhisolamning shu Qur'oni Karimga bo'lgan ehtimomi va shu vaqtdagi amaliy sharoit nuqtasidan Qur'onni yozg'ili buyurganligi, hadislarni yozmanglar deb buyruq tushirganligi, sahobalarning shu tufaylidan hadislarni yozmaganligi, keyin hadislarning 2-asrning oldi keyin yozilganligi, o'tirda bir asr bo'lgan, bir asr vaqt bor. Şu vaqtda ig'izga yo'tkilish jarayonidagi islom dunyosi yuz bergan ba'zi bir siyosiy masalalar, mazhab to'qinishlari, mazhab ozg'u mazhablarning maydonga kelishi, g'arazlik yahud zindiqlarning islomga suiqasd qilish qatorliq bir qancha omillar tufaylidan ba'zi hadislarning yo'llarida masala chiqishga boshlagan. Ba'zilar o'zining manfaatiga tayinib hadis to'qishga boshlagan. Shuning bilan ulamolarning bir bo'liklari dal mushu masalani ko'z tutib, hadislarning sahihini zaifini ayiradigan, bütün hadis rivoyat qilganlarning hammaga baho qo'yib chiqadigan bir fanni qana qilgan maydonga keltirgan. Bu fanning ismi ilmul hadis deb ataladi. Bu 3 tarmoqni o'ziga olgan mustalah, al-jarh va ta'dil, andan al-ilal. 3 tarmoq bizning o'qiydiganimiz nimaga tava? Mustalah kitobi. Endi mustalah kitobi kitoblar intayin ko'p, lekin bizning bu kitobni tanlashimizning sababi chunki kitob mustalahlarni raqamlashtirib, mazmunni raqamlashtirib, her bir mazmunga ta'rifat qisqacha, izohat, ta'rifatning izohati, andaki onun misollari, tadbiqotini bunday shaklda keltirish orqali biz o'quvchilarga singdirmoqchi bo'lgan mazmunni nihoyat qulay sharoitga kelgan. Hem biz burundan tartib kitob tanlashda asosliq ko'ngil bildigan tarafimiz birisi shu fanga aloqador mazmunlar kim qopqolmaslik kerak. Yana birisi ixcham bo'lish kerak. An ixcham bo'ldik deb mazmunlar kim qopqolsa, ya'ni bu kitob o'zining mushu fanning haqqini ado qilolmaydi. Endi to'liq mazmunning hammani to'liq so'zildik deb kitob kengayib ketib qolsa, o'quvchilar ham bu kitobni o'zlashtirib, o'zlari singdirib bo'lolmaydi. Chunki yangi bir fanga yangi kirgan o'quvchilar intayin ixcham kichik, az vaqtning ichida egallay oladigan, agar uni matn sifatida yodlay oladigan bir kitobga ehtiyoj bor. Ammo kitob avtorining ma kitobi biz mushu sohada ko'rgan kitoblarning ichidagi ibtidoiy o'quvchilarga nisbatan eng yaxshi kitob deb qaraymiz. Qo'limizdagi mushu kitobning o'zimi 2011-yili basilgan kitob, ya'ni 11-bosmasi. Endi bosmaning gapini qilishimiz, chunki bosmaninki 2, 3, 4, 6, 7, 10, 15 deb bunda bosma shaklda qilinishining sababi yoki biz shunga qarab tanlashimizning sababi, chunki bir kitobningki boshqalarningki e'tirofiga erishib,
boshqalarga mush sohada manfaatlik hisoblanib, mayli o'quvchilar, ustozlar bu kitoblarni qo'llanib, olqishga erishganligining ifodasi. Eng to'g'ri guvohlik xalqning guvohligi. Ya'ni eng to'g'ri guvohlik mush sohadagi o'quvchilarning guvohligi. O'quvchilar qizg'in o'qidi, mushuni o'qish orqali bir narsa bildi. O'quvchilar mushuni o'qigandan keyin keyingi qadamdagi mushu sohadagi kitoblarga yurish qilolidi mushuning asosida. Mana bu kitobning manfaatli ekanligiga guvoh. Biz shu asosda mushu kitobni tanladik. Amaliyotda boshqa kitoblarmi bor. Ya'ni o'quvchilarimiz mushu kitobni o'qish jarayonida boshqa kitoblarni elab qo'lga olib, qiyinlik darajasi ma'nodan oddiylari va qiyinlari bor. Har ikkalasini akilib, ma'noda o'qigan har bir mazmunlarni selishtirib, sal ma'lumotni kengaytirib olsami bo'ladi yoki o'zining saviyasi sal ochroq o'qib qolsa mushu kitob bilan bo'ldi qilib ang dastlabdagi ilmul hadisning asosini sevasin bo'ladi. Biz shu nuqtai nazarlarning hammani ko'z oldimizga kelib turib, mush kitobni tanlagan. Allah bizning tanlashimizni to'g'ri qilib nisb etsin. Xuddi kitob bilan o'quvchilarga manfaat bergandek, bu darsimiz bilan o'quvchilarga manfaat berishni so'raymiz va bu darsdan ilingan manfaatni kitobning avtorininki hasanat mizonida bizning va o'zimizningki va barliq o'qigan o'quvchilarimizning hammasininki hasanat mizonida qilishni so'raymiz. Allah bizga manfaatli ilm ato qilsin. Endi avtor o'zininki kitobining birinchi muqaddimasida kitobni yozish jarayonidagi bir qism ahvollarini o'tirg'a qo'ygan. Biz qisqacha tez buni da bitib ketamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddimatul tabiatul ula, ya'ni birinchi bosimning muqaddimasi. الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى يوم الدين وجعل من تتمة حفظه حفظ سنته سيد المرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا له بأقواله وأفعاله وتقريراته بأسلوب واضح مبين والرضا عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النبي الكريم فوعوها ونقلوها للمسلمين كما سمعوها خالصة من شواعب التحريف والتبديل والرحمة والمغفرة للسلف الصالح الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل ووضعوا لسلامة نقلها وروايتها وقواعد وضوابط دقيقة لتخليصها من تحريف المبتلين والجزاء الخير لمن خلف السلف من علماء المسلمين الذين تلقوا قواعد رواية السنة وضوابطها عن السلف فهذبوها ورتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة سميت فيما بعد بعلم المصطلح الحديث أما بعد جميع حمد سنا الله خاصر الذي الله مسلم الله قرآن الكريم تشرش أرقلق ve şu Kur'an-ı Kerimni suturlarda kıyamet kadar saklaşa kefillik kılış arqılıq ve şu Kur'an-ı Kerimni saklaganlıqның cümlesinden Seyyidul Mursalin boğan Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetlerini saklap turishni qilganlik arqılıq musulmonlarga ihsan qilgan Allohga hamd va sano bo'lsin. Salam ve durutlarımız Seyyidimiz, Nebiyimiz Muhammed Aleyhisselam olsun ki Allah Muhammed Aleyhisselam'a özü irade kılgan Kur'an-ı Kerim'ni bayan kılışını tapşağan ve enzelna ileyke zikra litubeyyine linnas ma nuzzile ileyhim ve leallahum yetefekkerun. Şunu olan Peygamber Aleyhisselam şu Kur'an-ı Kerim'ni özünün aqvalları arqılıq yani ahadis kavliye arqılıq af'allar arqılıq yani ahadis fi'liye arqılıq ve takrirat arqılıq yani ahadis yani as-sunna takririye arqılıq nayt roşan iniq uslub bilan bayan qilgan qama mubayyinligini bayan qilgan ve razılık sahabalardan bolsun ki bula Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan Peygamber'in sünnet hadislerini tapşırıp öğrengen ve onu yadlıgan, özleştirgen ve bu hadislerini Müslümanlar xuddi anlagandek özgertiş, almashtırışından bulganlarının halis asasda naql qilib yetkizgen. Rahmet ve mağfiret salaf salihlar uchun bolsun ki bula pak hadisni avloddan avlod naql qilishgan ve onu naql qilish, rivoyat qilishning sog'lom bo'lishi uchun mushu naqli rivoyatlarni mubtilillarninki yani g'arazlik botil ish qildiganlarninki o'zgartirishni xolislashtirish uchun qoida birinchi prinsiplarni belgilab qo'ygan. Yaxshi mukofot salaflarga izbosar bo'lganligi bo'lsin, ya'ni musulmon ulamolaridanki bular
hadis rivoyat qilish qoidalarini o'rgangan, prinsiplarini, sabablarini topshirib olgan va ularni pokizlab, ratlab, mustaqil asarlarga qana qilgan, to'plagan. Keyincha bu asarlar ilmu al-mustalah al-hadis deb atalgan. Ammo ba'zi mushakiga vaqtda hamda tugidi. Abdur o'zininki kitob yozishdiki, yozishga bo'lgan turkilarini davatadi. Fa indama kulliftu munzu sanawat man necha yil ilgari Madina Munavvaradagi Jamia Islomiyaning kulliyat shariada mustalahul hadis fanni o'rgatishga taklif qilindim. Shu vaqtida muqarrar maktabga belgilangan kitob, jamiyada belgilangan kitob Ibn Salahninki Ulumul Hadis degan kitobini o'rgatishdi. Keyinchi jamiya uning qisqartirilmasi Navaviyning At-Taqrib degan kitobini qaror qildi, belgiladi. Men endi o'quvchilar bilan ikkili kitobni o'qishda bir xil qiyinchiliklarni his qildim. Garchi bu ikki kitob ulug' ahamiyati zo'r bo'lsa, amaliyot hadis sohasidagi nopuzli kitoblar shunda bo'lsa-mu, lekin bir xil qiyinchilikni his qildim. Qanday shaklda dirosata nizomiyanki, mana intizomli soatga bo'lingan hozirgidek o'qitish tuzilmasida sal qiyinchilikni his qildim. Mushu qiyinchiliklardan birisi ba'zi tadqiqotlarda uzatib o'tish, xususan Ibn Salahning kitobida. Yani şu qiyinchiliklarning ba'zisi, yana ba'zi tadqiqotlarda qisqa o'tish, xususan Navaviyning kitobida. Yani şu qiyinchiliklarning qatoridan birisi iboratning nihoyat qiyinligi, yana birisi ba'zi tadqiqotlarning to'liq bo'lmaganligi, masalan ba'zi tarifatlarni tashlab qo'yganga o'xshash yoki misollarni bexabar qolganga o'xshash yoki bahs yoki bahsning ahamiyatini tilga olmaslik, bu sohadagi dongli yilg'i asarlarga o'tmaslik va uning o'xshagan nurg'un masalalar bor kitoblarda. O'quvchilarga nisbatan sal deyishga tegishlik ammo deyilmagan, demaslikka tegishlik deyilib qolgan nurg'un masalalar bor. Endi boshqa kitoblar qandaqdir deb izinib baqsam, fa wajadtu ghayrahuma min kutubil aqdamin fi hadha al-fan. Mushu fan sohasidagi ilgirkilarning kitoblaridan boshqa kitoblarning ashunga o'xshash ba'zi bir masalalar. Bu masala qandaqdir kitobdagi masala yoki boshqa masala emas, balki o'quvchilarning navbatdagi ahvoliga sal mos kelmaslik masalasi, boshqa narsa emas. Balki tag'i ash kitoblarning ba'zisi ulumul hadisning hamma sohalarini to'liq o'z ichiga olmoqlik. Ba'zisi tahzib lafzı degene ait qalaymaqa ratlaksiz. Endi bularning o'z-o'zigini aybligi bo'lmaydi. Chunki shu davrning taqozosi shu. Balki shu davrning odamlariga ma'lum demagan gapni demaslik taqozosi bo'lishi mumkin. Yoki Mavla uzatib o'tgan, biz uzatib o'tgandek his qilgan gaplar shu vaqtdagi davrning ehtiyoji bo'lishi mumkin. Endi har holda bizning hozirgi taqozoyimizga mos kelmaydigan ba'zi taraflari bor. Bularning bu jihatdagi o'zligi ular tashlab qo'ygan ishlarninki ularga nisbatan urushan bo'lganligi, balkim Abdullah tilganmagan masala ularga aydin bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi bahslarni uzatib o'tishga ehtiyoj bo'lganligi ularning zamoniga nisbatan, ammo bizning zamonimizda u gapni deyishni hojat yo'qdir balkim. Va undan boshqa mimma na'rifuhu aw la na'rifu. Biz biladigan bilmaydigan nurg'un masalalar bo'lishi mumkin. Mushu tufaylidan ham biz ularga o'zib bilamiz, lekin zamonimiz ahvolimiz bo'lmas shaklda yana bir kitobning tuzilishining kim o'sha ibtidaiy o'quvchilarga, dastlabki o'quvchilarga mos keladigan kitobning tuzilishining bir umid taqozosi borligini his qilib yetdim demak. Fara'ayt shuning bilan men mushu shariat fakultetidagi o'quvchilarning oldida deydi. Mustalahul hadis va ulumuhu sohasida bir yengil kitobdan birini tuzishni to'g'ri topdim. Bu kitob bularga mushu fanning qoidalarini tushunish va atalg'ularini tushunishni qulaylashtiradigan bunda bir kitobdan birini tuzishni to'g'ri topdim. Shu har bahslarni abzaslarga taqsim qilish va raqamlik mutasalsillar degani zanjirsimon holatdagi raqamlik abzaslarga bo'lish har bahslarni. Avval ta'rifatini boshlab, andikin misolni so'zlab, andikin turlarini so'zlab, oxirisida shu sohadagi dongli asarlar degan abzasini oxirlashtirib, mandaq bir kitob yozishni to'g'ri topdim. Mushu yuqoridagi ishlarning hammasini nihoyat yengil iboratlar bilan, ro'shan ilmiy uslub bilan taqidni aralashtirib chigishib qolgan, murakkab iboralar yo'q, g'umul, tutuqliq yo'q asosida deydi. Ammo ixtilof ve başka fikirlerinin köpüncüske tegiş kılmadım. Meselelerinin hadisini ziyade kengaytırışkım tegiş kılmadım. Nemişka? Kulliyat şeriada, yani muş fakultetlarda muşu penge ajırtılgan az vakit saati göre aykırış için meyle şeriat fakultetleri de olsun, ya Darasat İslamiyat kulliyeleri de olsun, muşu emniyette bir saat vakit ya bir muşu penge birilge vakit ya 2 saat oldu ya 1,5 saat oldu. Şunu okşagan fakultetlerin okşaması qarab okşamaydı. Hem de bunu kengaytip etken bilen bir mezmun tügülmese şu saatimiz bulmaydı. Ama bu kitapni Teysir Mustalahul Hadis deb atadim. Qanaqdir men endi bu kitap ma fan sohasidagi ilgirki ulamolarning kitoblaridan behrat qil deb qaramayman. Endi meni o'qib olsa bo'ldi, bu sohada Alloh bo'lib ketdi degan gap emas. Va inna ma qasatu faqat mening maqsad qilganim ma kitob osh kitoblarga bir miftah olsa ekan, ochqichi olsa ekan.
Shu kitobdagi mazmunni bir eslatma bo'lsa ekan va shu kitobning mazmunlarini tushunishga bir yetkazishni qulaylashtiruvchi bo'lsa ekan deganlar umidim bor. Amaliyotda bu kitobning roli, biz bayqagan roli shu. Yani mush ilmul hadisga kirmoqchi bo'lgan odam mush kitob orqali, mush kitobni o'ziga palanpay qilib o'ssa, mencha keyingi kitoblar ularga qiyin tuyulmaydi. Chunki umuman atalg'i, umuman masalalar bu kitobda yengil shaklda bir qitim tushuntirilgan bo'ladi. Qadimgi imom va ulamolarning kitoblari hel ham mushu sohadagi ulamo va kasbiy kishilarningki marjayi hisoblanadi va uningdan so'rashadigan mo'l buloq hisoblanadi. Agar musohada cho'kmoqchi bo'lsa, endi shu kitoblar asosiy manba. Endi bu yerda men deb qo'shqa tegishlik va la yafutuni an azkura degani dish o'tib ketmasin degan gap, deb qo'shqa tegishlik bir gap. Oxirgi vaqtlarda bir qism tadqiqotchilarning kitoblari maydonga chiqdi. Bu kitoblarda nihoyat zo'r ahamiyatlar va xususan mustashriq munharifiylarning shubhalariga raddiya qaytarish mushta mazmunlar va lekin kitobning ba'zisi uzun, ba'zisi intayin qisqa, ba'zisi mazmunlarni to'liq o'ziga olmoqliq. Shuning bilan mening ma kitobimningki tatvil bilan ixtisorining o'tir hol bo'lishni, bahslarning hammani o'ziga olgan bo'lishni men maqsad qildim, iroda qildim. Ammo kitobdagi yangilik kelsak, birinchidan taqsimot jihatda boshqa kitoblar o'xshamaydi. Masalan, qanday desa, har bahsini raqamlik abzaslarga taqsim qilish, bu ham o'quvchiga shu bahsni tushunishni qulaylashtirgan bir omil. Ikkinchisi, har bahsdagi to'liq bahsi kam qolmaslik. Yani mayli bahsining umumiy qurilma jihatdan, masalan, ta'rifatni so'zlash, misol uni o'rganmak, chiqib o'quvchi bilib olish tegishlik gap chala qolmoqlik. Mushtarifda bizni qiziq turgan taraf shu. Uchinchisi, mustalahning bahslarining hammasini imkon qadar qisqa shaklda qana qilish, o'ziga olish. Qisqa shaklda o'ziga olish. Mayli babqa bilash jihatdan olsun, yoki tartib bilash jihatdan olsun, nihoyatlik hammasi to'liq so'zlilik. Ammo babqa bilash, tartib bilash jihatda men Nuxba va uning izohatidagi Hafiz ibn Hajarning uslubidan foydalandim degani hadis avval hadislarni ikkiga ayirib mutawatir ahad deb, undan keyin ahadni raviylarning soni jihat 3 ga ayirib, rad qilish, qabul qilish jihat 2 ga ayirib, qabul qilinganini sahih, hasan deb 2 ga ayirib, uni zotihi li g'ayrihi deb 2 ga ayirib degandek ma tartibni foydalandim. Chunki u Hafiz ibn Hajar bo'lgan eng yaxshi tartib. Mening ilmiy moddada ko'pincha tayindig'im shu Ibn Salahninki ulumul hadis bo'ladi. Agar ma kitobdan taxmin cho'ng qilmoqchi bo'lganlar shuning asosida bo'ladi. Va uning muxtasari At-Taqrib Navaviyniki va uning izohati At-Tadrib Suyutininki mushu 3 kitob asosida tayinma. O'quvchilarga cho'qim 3 kitob bo'lishi kerak. Endi men kitobni bir muqaddima to'dbobga bo'ldim deydi. Bir muqaddima to'dbobga bo'ldim. Birinchi bob xabar, yani hadis to'g'risida, ikkinchi bob jarh ta'dil to'g'risida. Bayatni dedik-ku. Biz ulumul hadisni, ilmul hadisni 3 ga bo'lamiz. Birisi al-mustalah, ya'ni birisi al-jarh va ta'dil, uchinchisi al-ilal deb. Ma birinchi bob del mustalah to'g'risida, ikkinchisi jarh ta'dil to'g'risida, uchinchi bob rivoyatning prinsiplari to'g'risida, to'rtinchisi isnod to'g'risida, raviylarning tunish haqida ilal demakchi. Endi men mushu oddiy tirishchanligimni o'quvchi bolalarimga sunayotgan vaqtning o'zida mushu fanga o'zining haqqini berishdagi mening ojizligim va kamchilikimni e'tirof qilaman. Endi biz haqqini joyida ado qilmoqlik. Mening o'zimni xatolikdan va telib ketishdan aqlamayman. Umid bir xatolik yoki telib ketishni topgan odamdan umid qilgan umidim meni eskartib qo'ysa ekan, mashkuraki, men unga rahmatimni bildiraman. Balkim la'alli adadarakahu degani men bilib olishim mumkin. Va Alloh subhanahu va taoladan bu kitob bilan o'quvchilarga va hadisdan shug'ullanuvchilarga manfaat berishini so'rayman va bu kitobni o'ziningki karim vajhi uchun xolis qilishini so'rayman. Alloh subhanahu va taolo sami'a mujibdir. Shuning bilan avtor o'ziningki bu kitobni yozishga turtki bo'lgan asosli omilni, sababni bayon qilib o'tdi. Abdurma bayonida deb o'tganidek kitob cho'ng jihatdan 4 ga bo'lingan. Bizning o'qiydig'imiz dar mush 4 dona bobning birinchisi. Chunki biz mushu kitobni o'qiydigan o'quvchilarning saviyasiga mos holda mushuni tanlagan. Qolgan 3 bobni ikkinchi qatimliq bosqichda, ya'ni ulumul hadisga qayta kirgan vaqtida, yana bir baldoq o'lab, yana bir palampay o'lab kirgan vaqtida ondan keyin mazmunlarni ya bu kitobdan yoki boshqa kitoblardan to'liqlaymiz. Endi avtor o'zininki muqaddimasini bayon qilib bo'lgandan keyin biz kitobning asosiy qismiga endi o'tamiz. Endi biz kitobni boshlashdan ilgari bu mustalah asosli jadvalsimon bir panvoqachqa kitobning biz o'qimoqchi bo'lgan birinchi bobini butunlay bir qitim jadvallashtirib o'quvchilarimizning kallasiga singdirib o'tamiz va har kuni darsdan ilgari
umumiy mushu kitobninki mazmunini bir qitim takrorlab o'tamiz. Shunga darsdan ilgari biz mushu ulumul mustalahninki, hisobda ilmul mustalahninki butun umumiy ramkasini, umumiy haykalini bir qitim davolimiz, ya'ni avval xulosalab olamiz. Endi kitob umumiy jihatda hadisni ikkiga bo'ladi. Diqqat qilinglar. Hadisni ikkiga bo'ladi. Birisi xabarul ahad deymiz. Yani birisi xabar al-mutawatir deymiz. Xabar ahad, andan keyin nima? Xabar mutawatir. Endi biz shu xabar ahad, xabar mutawatirga kirishdan ilgari hadis degan nima? Qonuniyatni hadis deymiz. Ma atalg'u bir kiraylar avval. Andos hadis degan nima desa, hadis deganimizni umumiy kitoblarning o'rtaq bir ta'rifati mundaq yakunlagan ekan. Hadis deganimiz ma udifa ila nabiy sallallohu alayhi va sallam, payg'ambar alayhisolamga nisbat berilgan min qawlin, har qanday so'z, aw fi'lin, har qanday bir ish harakat, aw taqrir, har qanday bir muqarrarlashtirish, Rasulullohninki tasdiqlash demakchi, aw sifa, Rasulullohning har qanday bir sifati hadis hisoblanadi deb izohat berilgan. Ya'ni qawl degani Peygamber aleyhisselam mundaq dedi deb teşri asfıtı bilen deyilgen sözler. Fi'l degani Rasululloh o'zining payg'ambar bo'lish sifati bilan tashri holatda turib qanday qilgan ishlari. Taqrir degani Rasulullohning huzurida yoki boshqa o'rinda bo'lsin qilingan, deyilgan, Rasululloh uni tasdiqlab jim turgan yoki o'zining ma'lum bir baholar orqali buni tasdiqlagan. Ma üççe Resulullah'ın nimasi hisoblanadi hadis. Andan keyin yani sünnet qatoriga Resulullah'ın ba'zi bir insoniy nuqtadan Rasululloh topiladigan ba'zi bir sifatlar va masalan Rasululloh mandaq narsaga amroq deyishga, mandaq uxlaydi, mandaq mang'atdi, mandaq turibdi, mandaq o'tirdi degandekchi. Bularmi hadis, yani adab, fazilat degan nom bilan hadis hisoblanadi. Demak, hadisning atalg'usi nima desa, bizning oldimizga tuvandalik biz umumiy ta'rifatni so'zlashdan ilgari keladigan atalg'ularning birisi hadis degan nima desa, Rasulullohga nisbat berilgan mayli qawl yoki mayli fi'l, mayli taqrir, mayli sifat bo'lsin, Rasulullohdan kelib chiqqan ishlarning hammasi nima bo'ladi? Hadis bo'ladi. Undan keyin har qanday hadis, hamma hadis o'qib baqilib, an Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol, annahu sami'a min an-nabiy sallallohu alayhi vasallam, sami'a an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yaqul degan yag'icha hadislarning sanadi hisoblanadi. Yoki Sahih Buxoriy va boshqa cho'ng kitoblarni o'qigan bo'lsangiz, hadis to'liq bilan ilinliq haddasana fulan, an fulan, haddasana fulan deb kelib, an Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol, sami'tu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yaqul g'icha, boshdan tortib mishag'icha sanad deb ataladi. Sanad degani ulash degan gap hisobda ma'runda. Ya'ni hadisninki kitobning avtoridan kimga ulanishi, Rasulullohga ulanishi. Kitobning avtori falandan anglagan, o fukundun bo'lib, Rasululloh tutashgan bo'lsa, buni biz nima deymiz? Sanad deymiz. Andan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol degandan keyinki mazmun, hadisning asosiy qismi, hadisning matni hisoblanadi. Ya'ni hadisning asosiy bo'ligi. Masalan, bir misol, Ibn Umar radhiyallohu anhu qol, Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol, innamal a'malu binniyat desa, an Umar radhiyallohu anhudan tortib Payg'ambar alayhisalom qol degan o'ringacha, masalan, misolga bu hadisning sanadi hisoblanadi. Innamal a'malu binniyat degan qismi hadisning nimasi hisoblanadi? Matni. Men atalg'ini bilib olinglar. Biz hozir sizlarga bildirmoqchi bo'ldim, shu atalg'u. Yani abdur davatuduğu amma sanad fa huwa silsilatur ruwat al-musila ila al-matni. Yani sanad degan nima desa, o'sha matniga yetkazadigan ravilarninki ulashma holati. Silsila degani ulashma holatini nima deymiz? Sanad. Ammo matn desa, ammal matn deganimiz sanad yetib borgan jumla nima bo'ladi? Matn. Yani an Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol, an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yaqul deb, anikin keyingi hadislar deyilsa, o'sha hadisning o'zi nima bo'ladi? Matn bo'ladi.
Endi dal men bayatın dersinin 5'ida deb o'tganimdek mushu ravining 5'idan tortib oxirigacha bo'lgan yag'icha men bir nechta tabaqat bo'ladi. Har tabaqatda ezi birdan yuqorisi manchagacha ravi bo'ladi. Ash ravilarning ahvolining hammani surishti qilib, maraviyning hadisini og'ilulamdi, og'ilolmamdi, maraviyning ahvoli qandaroq degandek mushularni bahs qiladigan fan dal ilmul mustalah bo'ladi. Endi mani bilib bo'lgan bo'lsanglar, biz o'zimizning asosiy gapiga kelaylik. Biz kitobni butunlay bir qitim qanday qilmoqchi bo'lgan, xulosalamoqchi bo'lgan, butun kitobni butunlay xulosalamamoqchi bo'lgan. Kitob hadisni ikkiga bo'ladi avval, cho'ng jihatdan. Xabar ahad, xabar mutawatir. Xabar ahad, xabar mutawatir. Bu arabcha deymiz, mana ahad mutawatir deb. Chunki bu hadisning ichidagi kasbiy atalg'i. Buning mazmunini tushuntirishlardan tushuninglar. Ondan sonra mutawatir degan nima? Asli tavatur lug'at jihatda aqdan kelgan degan ma'noda-chu. Hadisning mutawatir degan nima desa, al-mutawatir, al-mutawatirni tushunamiz, ma rawahu adadun kathir tuhilu al-ada at-tawatu'ahum ala al-kadhib. Odatda sizlar bizning muloqa ba'zi bir xabarlarni olgan vaqtda bunda anglaymiz. Masalan, bir ish bo'pti deb anglasak, bizning bir 5-6 yoki 10 yaqin al-ag'in do'st birodarlarimiz bor. Men tunishgan bilan o'zaro bir-biridan tunishmaydi. Birisi Qashqardan, birisi Xotandan, birisi Aqsudan, birisi Yakandan, birisi Falandan, birisi falan. Men tunishma, ma boshqa o'zaro tunishmaydi. Falan telefon qildi, bunda ish bo'pti deb. Ha, shundamidi. Endi birisi telefon qildi, bunda ish bo'pti deb. Endi birisi ashta qilib 10 do'stim. Menga aynan bir ishni mashtaq bo'pti deb telefon qilsa aqaqidan. Bular birisi bilan tunishmaydi. Bularning o'rni birisidan yiroq, birisi Falan shaharda, birisi Fukun shaharda. Bunday ahvol ostida men shu ishga nisbatan ishonishim kerakmi? Albatta ishonma. Chunki ular hargiz birlashib olib, ma'ni bir oldi o'tiladi demaydi. Chunki ular bir-biridan tunishmaydi yoki makon jihatda bir-biridan nima yiroq. Ma'ni o'qtidan ularning osh xabarlarining hammani o'xshash shaklda menga yetkazganligi, men xabarning ishonchlik darajasidan yuqori. Xuddi men endi 100% mushish mashta deb tushunsam bo'ladi. Dal mutawatir degan, hadisning mutawatir degan bularni ashta ko'plagan raviylar rivoyat qilgan. Bu raviylarning bir yerga kelib yoki maslahatlashib, hadisni to'qiyli devilish ehtimoli yo'q qat'iy. 1% mi yo'q holatdagi hadislar nima bo'ladi? Mutawatir hadislar bo'ladi. Buni arabchada ma rawahu adadun kathir nurg'un kishilar deydi. Nurg'un kishilarning ta'rifatida eng to'ni 10 deydimdi. Eng to'nsiz 10. Bo'lmasa ba'zilar 40 deydi, 10 ortiq deydi. Eng to'ni 10 desak, 10 eng oz deganda 10 odam rivoyat qilgan hadis. Odatda bu 10 odamning hargiz yolg'onga birlashib, mushadisni to'qiyli devilish ehtimoli yo'q. Mana manda hadisni nima deymiz? Mutawatir hadis deymiz. Endi mutawatirni ikkiga bo'lamiz. Mutawatir lafzi, birisi mutawatir nima ma'naviy. Mutawatir lafzi deganimiz hadis aynan shaklda shu rivoyat qilinsa mutawatir lafzi bo'ladi. Ya'ni lafzi va ma'nosi mutawatir bo'lganligini aynan bir hadis anada shu holatda, ma'noda shu holatda, demak mutawatirning son o'lchami tushadigan butun rivoyatlarning shu holatda rivoyat qilinsa, mutawatir lafzi bo'ladi. Mutawatir ma'naviy deganimiz rivoyat qilingan 10 necha hadis asli boshqa tipidagi hadis. Lekin shu 10 necha hadisning ichida o'rtaq bir tema bor. Hadisdami shu tema tilg'alingan, hadisdami shu tema tilg'alingan. Lekin hadis boshqa mavzudagi, boshqa maqsadlar bilan dilga hadislar, hadisning umumiy ahvoli o'xshamaydi, lekin ichidagi bir tema hammasi o'rtaq. Uni ma temani biz nima hadis deymiz? Mutawatir ma'naviy deymiz. Inshaalloh bularni keyin so'zlaymiz. Hozir demoqchi bo'lganimiz mutawatir degan mashta hadis. Endi bizning ilmul mustalah mutawatir bilan aloqasi yo'q. Nimishqa? Chunki biz bayatda deganda ilmul mustalah degan nima desa, raviylarning umumiy ahvolini, ojiz zaifligini, chatoqlarini, shu orqali shundan keyin hadislarning sahih zaifligini bahs qiladigan fan ilmul mustalah degan mutawatir hadis degan dalil qat'iy hisoblanadi. Mutawatir hadisda qat'iy shak yo'q. Mutawatir hadis keskin rivoyat bahsi qilinmasmi? Bahsi qilinib tamg'i beslik bo'lgandan keyin bahsi qilinmasin bo'ladigan hadis amal qilish jihatda, hukm ifodalash jihatda Qur'on bilan o'xshash. Shu mutawatir bizning tadqiqotlarimizda emas. Shunga mutawatirni buyundan tortib unutib ketamiz. Unda bo'lsa, avval biz hadisni ikkiga bo'lib olaylik. Birisi xabar ahad, yana birisi xabar nima? Mutawatir. Birisi xabar ahad, yana birisi xabar mutawatir. Mutawatirni unutib ketdik, na kelaylik, ahad kelaylik. Endi ahad hadislar bir necha xil e'tibor bilan bir nechaga bilamiz ahad hadislarni. Bir necha xil e'tibor bilan bir nechaga bilamiz. Birinchi e'tibor, ahad hadisni biz biladigan birinchi taqsimot raviyning son e'tibori.
ahad hadis avval keleli ahad hadis degan nima desa, oyatdan mutawatirning darajasiga yetmagan har qanday hadis ahad hadisdir. Masalan, mutawatirni eng aqallisi 10 odam rivoyat qildi deb emasmi? 10 dan to odam rivoyat qilgan hadisning hammasi bo'ladi mutawatir, ahad bo'ladi. Yani mutawatirlik darajasiga yetmasalam ahad bo'ladi. Endi ahad hadisning rivoyat shakli bunday. Rasululloh bu hadisni degan bo'ladi. Rasulullohdan buni sahobalar anglaydi. Sahobalardan kinkilar anglaydi. Kinkilardan kinkilar anglaydi. Ashta qilib bir nechta tabaqatdan keyin avtorining qo'liga tushadi. Ya Buxoriyning, ya Muslimning, ya Tirmiziyning, ya Nasaining. Ana onda Nasai, Buxoriy, Muslimlar muallif hisoblanadi. Bularning Shayxul Muallif deymiz. Shayxul Muallif deymiz. Ondingi tabaqat ko'p hollarda tabiiy tabiin tushadi. Undan keyin tabiin bo'ladi. Undan keyin nima bo'ladi? Sahoba bo'ladi. Har bir qavmni biz tabaqat deb ataymiz. Sahobalar tabaqasi, tabiinlar tabaqasi, tabiinlar tabaqasi, Shayxul Musannifning tabaqasi, Shayxul Musannif, undan keyin nima musannif. Endi ahad degan nima desa, har tabaqatdagi son 10 yoki tuyan bo'lib qolsa, hali mutawatirning ta'rifatiga bog'lasak, ya'ni mutawatir darajasiga yetmay qolib qolsa, xabar ahad bo'ladi. Agar 5 tabaqatning 4 tabaqat 20-30 adam rivoyat qildi. Bir tabaqat 10 dan to'g'ri rivoyat qilib qolsa, hadis yana qaysi bo'ladi? Yana nimaga tava? Ahad tava. Chunki qaysi bir xuddi og'amchining hamma tom o'ttirsa bir yalam mashina inchi ko'p qolsa, ma og'amchining kuchi tom tarafi ga asoslanadi yoki inchik tarafiga. Inchik tarafiga o'xshash raviylarning butun raviylar hammasi mutawatirlab, o'ttirib bir yanim bo'lib qolsa, ahad bo'lib qolsa, hadisning hammasidan bo'ladi ahad bo'ladi. Unda magab tushunib qolgan bo'lsanglar, xabar ahadni bir-birlab kelaylik. Xabar ahad raviylarining son e'tibori bilan 3 ga bo'linadi. Ya'ni xabar mashhur, hadisi mashhur, hadisi aziz, hadis nima? G'arib. Esingizda bo'lsin. Mashhur, aziz, g'arib deganlar sahih zaif deganlik emas. Sahihning mo mashhur suva, aziz va g'arib va. Zaifning mo mashhur suva, aziz va g'arib va. Demek ma 3 son faqat hadisning sahih, zaiflik bilan munosabatsiz faqat rivoyat qilgan odam, har tabaqatdagi odam sonidan qaragach. Ando'g'az bu bir tarif qilib o'taylik. Mashhur degan nima desa, har tabaqatdagi son 3 dan yuqori odam rivoyat qilgan, lekin mutawatir darajasidan tuvan. 3 dan yuqori mutawatir darajasidan tuvan bo'lgani mashhur bo'ladi. Aziz degan nima desa, har tabaqatdagi, shu isnodning tabaqatlarining hamma tabaqatidagi son 2 dan bo'lib qolsa, qaysi tabaqat olsin, 2 dan bo'lib qolsa, bu aziz bo'ladi. G'arib degan cho'd esa har tabaqatdagi son tabaqatlaridan biridan bo'lib qolsa g'arib bo'ladi. Endi men bir nuqta eskartib qo'yay. 4 tabaqatning 3 5 dan rivoyat qildi. Birisi bir odam rivoyat qilgan bo'lsa g'arib tavash, birisi hisob. Ya'ni har tabaqatdagi sonning o'zi hisob. 5 tabaqatdagi har tabaqatdagi son 4 dan 5 dan 4 dan 5 dan bo'ldi. Bir tabaqatdagi son 2 bo'lib qolgan bo'lsa aziz hisob. Cho'qim mashhur uchun har tabaqatning odamlari 3 dan yuqori bo'lganda undan keyin buni bo'ladi mashhur bo'ladi. Ma'u hadisningki raviylarining son e'tibori bilan taqsim qilinishi bo'ladi. Raviylarining son e'tibori bilan qana qilinishi, taqsim qilinishi bo'ladi. Bu hadisningki raviylarining son e'tibori bilan birinchi taqsimot. Ikkinchi taqsimotda, ya'ni bizning ikkinchi taqsimotimizmi yana hadisning sahih, zaiflik bilan butunlay munosabatsiz. Bizning ikkinchi taqsimotimizmi hadisning sahih, zaiflik bilan butunlay nima munosabatsiz. Faqat ma'lum e'tibor, ma'lum asosli. Undan ikkinchi taqsimot, hozir biz bildigan taqsimot nima e'tibor bilan desa, hadisning qoil e'tibori bilan, hadisning diguvchisi, hadisning sohibi e'tibori bilan, agar hadis Allohning so'zi bo'lib qolsa, ya'ni payg'ambar alayhisalom Allohdan uni bizga naql qilgan hadisda Alloh mundoq dedi deb kelgan hadislarning hammasi hadis qudsi bo'ladi. Hadis nima? Qudsi. Rasululloh Allohdan rivoyat qilgan Alloh mundoq dedi deb kelgan hadislarning hammasi hadis qudsi bo'ladi. Rasulullohning o'ziga nisbat berilgan, Rasululloh mundoq dedi deb kelgan hadislar hadis marfu bo'ladi. Shunga aloqa ba'zi hadislarda Fukuni sahibi bu hadisni Rasulullohga ko'tardi deymiz, rafa'ahu degan gap, ya'ni Rasulullohga nisbat berilgan degan gap. Hadis sahabining so'zi bo'lib qolsa, sahabining so'zi bo'lib qolsa, yoki sahabining isharati bo'lib qolsa, yoki sahabining taqrirati bo'lib qolsa, buni bo'ladi mavquf bo'ladi. Hadis
tabiin yoki tabiindan tön kishilarga nisbat berilgan palonning so'zi fulkuning so'zi bo'lib qolsa, buni bo'ladi. Maqtu. Endi bularni hadis deb atash bir majazda tushunsak bo'ladi. Asl hadis shu marfu'lam hadis. Qolgan mavquf, maqtu deganlar asar deb atalsa bo'ladi. Ammo mavqufning ichida hukman marfu' bo'lg'achqa shu taglib nuqtasidan hammasini hadis deb atalgan. Demak, hadis qoil e'tibori bilan hadisning digichisi e'tibori bilan nechaga bo'linib to'rtga. Hadis qudsi, hadis marfu', hadis mavquf, hadis nima? Maqtu. Mana bir taqsimot. Mana boshdan aytib sanaldi bo'lsin, ha. Ikkinchidan, ya'ni hadis bunda atalg'u masalasi bu, ha. Agar bir hadisning isnodi Rasulullohga tushib oxirigacha uzilib qolmasdan, Buxoriydan keyingi Shayxul Buxoriy, Shayxul Buxoriy, tabiin, sahobalar hech kim uzilib qolmasdan Rasululloh tutashqa hadisning atalg'usi musnad deb ataymiz. Musnad, hadis musnad desa, Rasululloh tutib degan tushunsak bo'ladi. Agar hadis yoki asar mayli diguvchisi kim bo'lsin, Rasululloh bo'lsin yoki sahoba yoki tabiin bo'lsin, shu rivoyat qilgan odamdan shu so'zningki diguvchisigacha hech kim chiqib qolmay muttasil bo'lsa, bundan deymiz, muttasil deymiz. Unda Rasululloh aytgan hadislar muttasil, sahobalar Ibn Abbosga kelib hech kim uzilib qolgani muttasil. Odatdagi normal bir asarda tabiinga kelgan asar bo'lmish, diguvchidan rivoyat qiluvchidan tabiinga uzilib qolmasa muttasil bo'ladi. Ana muttasil bir universal ism. Ziyodatut siqa deganimiz ikki raviy bor. Birisimiz ma'lum saqi, mana siqa, ma'lum nima siqa. Ma'lum ishonchli bir raviy, ma'lum ishonchli raviy. Ma'lum hadislar, ma'lum hadis o'xshash, illaki ma'lum hadislar bir og'iz gap ortiq. Men bana lillahi masjidan, banallohu lahu baytan fil jannah. Ya'ni bir hadisda banallohu lahu baytan mislahu fil jannah. Hadis o'xshaydi. Hadisning orqa tarafi mislahu ortiq. Mana ya'ni ziyodat siqa deymiz. Hozir buni anglaymiz. Buni keyincha tafsilotga kiramiz. Hozir faqat bir xulosalayapman. Tamam. Undan keyin biz ham hadisni avval cho'ng jihatini qaytib bir kelay. Ahad mutawatir ishkiga bo'lib oldik. Mutawatirni tushundik. Ahad nima yuzaki tushundik. Ahadninki raviylarining son e'tiboridan mashhur, g'arib, aziz bo'ldi. Mashhur, aziz, g'arib bo'ldi shundami? Undan keyin qoil e'tibori bilan marfu' hadis qudsi, marfu, mavquf, maqtu oldi. Uning keynidan nima e'tibor bilan? Boshqa e'tiborlar bilan muttasil, musnad, ziyodatut siqa deb uni turga bo'lib oldik. Misha keldikmi? Endi cho'ngga keldik hozir. Xabar ahadlarni rad qilinish, qabul qilinish jihatda cho'ng jihatni ikkiga bo'lamiz. Hadis rad qilinish, qabul qilinish jihatda ikkiga bo'lamiz. Maqbul hadislar, mardud hadislar. Maqbul deganimiz qabul qilingan hadislar. Haliqi biz davomli sahih hadis deganimiz shu ham cho'ng bizning o'zimizning atalg'usida. Mardud deganimiz rad qilingan hadislar bo'ladi. Unda o'zi maqbulga kelaydi. Maqbul hadislar sahih, hasan deb ikkiga bo'linadi. Sahih nima? Hasan. Sahih degan nima desa, sahihda 5 shart topilgan hadis nima bo'ladi? Sahih bo'ladi. Ya'ni birinchidan isnodi muttasil bo'lgan. Isnodi degani shu raviydan tortib Rasulullohgacha isnod bayatni dediq-ku atalg'udan biridan muttasil bo'lganlari sahih bo'ladi. Birinchi shart muttasil bo'lsa. Ikkinchidan shu muttasil bo'lgan isnoddagi har tabaqatdagi raviy chuqum adil. Adilligini nurg'un shartlar va ko'ramiz, lekin hozircha adil deb turamiz. Adil. Zabtisi to'liq degani aslish qobiliyati to'liq. Buning shartlari va ko'ramiz. Andikin shunday adil, zabtisi to'liq raviy üzgü o'xshash raviydan sanatning 5dan oxirigacha mushaqil sifatlar oxiriga chiqqan bo'lsa, mana uchinchi shart, uchinchi shart. Birinchi shart sanat muttasil bo'lsa. Ikkinchi shart har tabaqatdagi raviy adil bo'lsa, adil bo'lsa uningda. Her tabaqatdagi raviyda zabtisi to'liq bo'lsa, kallasi joyida bo'lsa, ne shart bo'ldimi? Andikin hadisda shuzuzlik bo'lmasa. İnşallah shuzuzlikni tushuntiramiz, ha. Hozir shuzuzlikda turamiz. İllat olmasa, 5 xil sifat tepilsa, 5 xil shart tepilsa, hadis sahih bo'ladi. Hasan hadis degan nima desa, hasan hadis 5 xil sifat tepilsa hasan bo'ladi. Farqi shu desa, zabtisi sal yangi bo'lib qolsa. Bayatın sahih hadisdan nimda cho'qim sanat başdan oxirigacha muttasil bo'lsin. Birinchi shart
Her senetteki, her tabakatki ravinin hemmesinin bolsun, adil olsun. İkinci şart. Hemmesinin zaptısı tuluk olsun. Üçüncü şart. Hadiste şuzuzluk olmasın. Dördüncü şart. İllet olmasın. Beşinci şart. Muş beş şart yapılsa hadis sahih oludu. Ve yani muş beş şart yapılsa hadis ne buludu? Hasen buludu. Andos farkı ne hadis anla? Hasendeki. Yani üçüncü şart var o. Zaptısı tuluk degen. Acı zaptı sahihinin qarağa vaqtda sel yengil olib qolsa hasan buludu. Beşinchilik bilan farqi bor, ikkisining cho'ng farqi yo'q. Hozircha. Andan keyin bular yana o'z ichida sahih li g'ayrihi, li zatihi, sahih li g'ayrihi. Yani üzde şu başka şart tepilganlığı tüpelidin sahih olgan hadis, üzde tuluq beşer tüpelmesimi başka amillar tüpelidin beşer tuluqlangan deb qaraladigan hukmen tuluqlangan bunda hadis sahih li zatihi, sahih li g'ayrihi deb ikki köpülmedi. Hasan li zatihi, hasan li g'ayrihi ikki gibi. Ondaganda yani baştan keleyle biz ahad hadisne mardud, maqbul deb necha gibi bo'ldik? Ikkiga. Mardud, maqbul deb ikkiga bo'ldik. Maqbul o'g'ini sahih, hasan deb necha gibi bo'ldi? Ikkiga. Sahih o'g'ini sahih li zati, sahih li g'ayrihi deb necha bo'lindi? Ikkiga bo'lindi. Hasan bo'g'inimi hasan li zati, hasan li g'ayrihi deb ikkiga bo'lingan bo'ldi. Ondan keyin biz hadisni nimda barib bo'lgandan keyin maqbul mardud deb ikkiga ayirib, maqbulni sahih hasan deb arduq emasmi maqbulni? Mushu sahih hasan bo'lgan amal qilganlar uchun ma hadis ma'mulun bih, g'ayri ma'mulun bih. Amal qiladigan turlarim bo'ladi. Amal qilolmaydigan turlari bo'ladi buning ichida. Masalan, qandoq amal qilamiz, qandoq amal qilmaymiz desa, muhkam hadisga amal qilamiz. Muhkam degani o'zi sahih hadis yoki o'zi hasan hadis, mushu hadisga qarshi keladigan yana bir ma'nodan ishonchliroq yoki mushunga o'xshagan hadis bo'lmagan hadis. O'ziga o'xshash bir hadisning qarshi turishdan saqlam qolgan hadis muhkam bo'ladi. Hadisga amal qilinadi. Amal qilolmaydigan uchun desa, bir hadis va sahih hadis, sahih hadis, o'ziga o'xshash yana bir hadis uning nima gap qoldi? Zid gap qoldi. Bunda hadis muxtalif hadis deb qo'yamiz. Agar men muxtalif hadisning o'tirini moslashtirib o'z layoqatida tushunishga bo'lsa, har ikki hadisga amal qilinadi. Agar o'z layoqatida moslashtirish mumkin emas, ta'vil qilish mumkin emas, tarjih qilish mumkin bo'lmasa, men hadisni amal qilmay qo'yib qo'yamiz deb ma g'ayri ma'mul. Bu birisi. G'ayri ma'mulning birisi ma bu. Ikkinchi g'ayri ma'mul hadis ya nasih oludu ya mensuk oludu. Yani eğer nasih mensuk münasebetlik olmasa amal kılındı. Nasih mensuk münasebetlik olup kalgan bolsa nasih oludu yoki mensuk oludu. Nasih hadisga amal kılındı, mensuk hadisine gerek sahih hasan bolsa mı amal kılınmaydı. Ondaganda sahih hasan da bahalıga hadislerimizin özü ma'mulun bi, gayri ma'mulun bi deb necha bo'lindi ikkiga. Yani amal qiladigan amal qil. Muxtalif muhkam hadisga amal qiladi, muxtalif hadislarga jo'llash, ta'vil qilish, moslashtirish imkoniyati bo'lmaganlar amal qilolmaydi. Bo'lganlar amal qiladi. Andagi nasix mansuxdan keyin nasix amal qiladi, mansuh amal qilolmaydi. Ma'o maqbul hadislarning gapi tugadi. Endi mardud hadislar ikki sababdan mardud bo'ldi. Hadisning rad qilinish sababi ikki sababdan. Birisi saqtum min al-isnad sababdan. Degani isnodga ma'lum bir tushib ketish ahvoli bor. Yana birisi ta'nun fir rawi. Rawidagi bir ayb, kamchilik tufaylidan hadis qanday qilinadi, rad qilinadi. Avval biz saqtum min al-isnaddan kelaylik. Isnodga ma'lum bir narsaning tushib ketishi, ma'lum bir ishonchlik nuqsasining tushib ketishidan kelaylik. Bu saqta ikki xil bo'ldi. Birisi saqta xafi, birisi saqta zohir. Saqta zohirdan 4 xil hadis chiqadi. Muallaq, mursal, mu'zal, munqati. Muhammad Mulla'nın hammini keyin tushuntiramiz. Ammo hozir kallangiz shu bo'lsinki, hadisning rad qilinishi ikki sababdan bo'ladi. Saqtum minal isnad, ta'nun fir rawi. Saqtum minal isnad ikki xil bo'ldi. Saqta zohir, saqta xafi. Saqta zohirdan 4 xil zaif hadis chiqadi. Muallaq, mursal, mu'zal, munqati. Saqta xafidan 4 xil zaif hadis chiqadi. Mudallas, mursal xafi, mu'annan, mu'annan. Demek saqtu minal isnaddan zahir olib, xafi olib, jami 8 xil zaif hadis chiqdi. Ma'o saqtu minal isnad tufaylidan chiqadi. Buning tafsiliy ahvoli intayin chiqoqachqa, bu ikkinchi amma hozir xulosalayapmiz. Ikkinchisi ta'nun firrawi sabablik. Ta'nun firrawi sabab. Rawidagi ta'ni degani, rawidagi bir kamchilik, ayb nuqson degani. Bu yerdanmi 10 xil kamchilik bor. Ya'ni avval cho'ng jihatdan ta'nini ikkiga bo'lib olamiz. Birisi rawining adolatidagi ayb, adolatning taqvolikdagi ayb degan gap. Ta'nun fil adale. Yani birisi ta'nun fil dobti, kıllıdaki ayıp.
Hozir bir gapni qistirib qo'yay, adolatga ayb, ig'ir ayb ma'u. Ma'ning hadislarini asosan amal qilish natayin. Ammo ta'nun fi dabtidagi aybni yugab ketgan oldu. Ya'ni yana bir shunga o'xshagan hadisning kuchlashtirish asosida hadisni amal qiladigan darajaga apag'ildigan ahvollar bor. Anda o'zi kelayli, ta'nun fil raviyadagi ta'ni ikki xil bo'ladi. Birisi ta'nun fil adala, taqvolikdagi ayb, yana birisi ta'nun fil dabtidagi ayblar. Ta'nun fil adala deganimiz masalan bir odamning kazzab deb sifatlanishi, kiz bilan ayblanishi yoki muttaham bil kizb deb mundaliqa qaralanishi, birisi kaz bo'lishi, yana birisi muttaham bil kizb bo'lishi yoki fosiq bo'lishi yoki bid'atchi bo'lishi yoki odamning bizga nisbatan majhul bo'lib qolishi. 5 sabab ta'nun fil adala bo'ladi. Ya'ni do'stga qarasanglar, qizil yulduz qo'yib qo'ygan 5 sabab ta'nun fil adala. Ya'ni kizb, ittiham bil kizb, fisq, bid'a, jahala. 5 xil sabab fil adala ta'nun bo'ladi. Tuvandagi 5 xil sabab zabtidagi ayb bo'ladi. Birinchisi su'u hifz. Su'ul hifz. Yodlash qobiliyati nachar. Yana birisi muxolafatu istiqot. Boshqa uzun ishonchli odamlarga qarshi kelish. Uchinchisi fuhshul g'alat, ya'ni bu odamning xatolashini ayt ig'ir. To'rtinchisi g'aflat ko'p. Beshinchisi kasratul avham bo'lib, 5 turlik ta'nun fi zabt va. Endi mushu meyli adolatga ta'nun olsun yoki biz bayon qilgandek 5 dona zabtdagi ta'nun olsun, mushu ta'nun fi ravidiki mushu ayibdan tövendikidek bir qancha zaifat chiqadi. Mavdu eng ig'risi matruk, munkar, muallal, mudraj, mazid fi muttasil asanid, shaz, musahhaf, muttarib, maqlub qatorli hadislar chiqadi. Shuning bilan bizning umumiy kitobning umumiy xulosasi shundan oxirlashdi. Qayta bir tizdiz bir xulosalasam, hadis cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadi. Birisi xabar ahad, ya'ni birisi nima? Xabar mutawatir. Xabar mutawatir bizning bahs temamiz emas. Xabar ahadlar raviylarining soni e'tibori bilan mashhur, aziz, g'arib deb 3 ga bo'linadi. Qail e'tibori bilan hadis qudsi, marfu, mavquf, maqtu deb 4 ga bo'linadi. Ondan keyin rad qilinish, qabul qilinish jihatda xabar ahad, maqbul, mardud deb 2 ga bo'linadi. Maqbul o'g'allari sahih, hasan deb 2 ga bo'linadi. Ondan keyin shu maqbul o'g'allar amal qilinish nuqtasidan muhkamul hadis, muxtaliful hadis bu bir, nasikh mansukh bu bir. Buning ichidagi amal qilildigini muhkamul hadis va muxtaliful hadisninki maslahatlanish mumkin bo'lgani va nasikh hadis. Amal qilolmaydigini muxtaliful hadisning maslahatlanish mumkin bo'lmagani va mansukh hadis amal qilolmaydi. Mardud hadis ikki sababdan rad qilinadi hadis. Birisi saqtu minal isnad, ya'ni birisi ta'nun fir rawi. Saqtu minal isnad zahir xafi deb 2 ga bo'linadi. Zahirdan 4 turlik nima chiqadi? Hadis chiqadi. Muallaq, mursal, mu'zal, munqati deb narsa chiqadi, 4 chiqadi. Saqti xafidan mudallas, mursal xafi, mu'an'an deb 4 turlik zaif hadis chiqadi. Ta'nun fir ravida adolatdagi ta'ni 5 turlik bo'ladi. Zabtdagi ta'ni 5 turlik bo'ladi. Har birisidan yuqori degandek nimalar chiqadi? Zaif hadislar chiqadi. Mavdu, matruk, munkar, muallal, mudraj, mazid fi muttasil asanid, shaz, musahhaf, muttarib, maqlub degandek. Mushuni bilan bizning bugungi ilmul hadis doiraliq kitobimizni boshlashdan ilgiriki ilmul hadis to'g'riq biladigan tushuncha va kitobimizning umumiy xulosasi shuni bilan oxirlashdi. Inshaalloh kelasi darsimizda biz shu ilmul mustalahninki paydo bo'lish bosqichi, besib o'tgan qadam bosqichlari, undan bu sohadagi danglik asarlar, darsning beshidagi bilib olishga tegishli muhim atalg'ular tugatib bo'lgandan keyin kitobimizning birinchi qismini al-xabardan boshlaymiz. Biz bayat deb o'tganda kitob 4 qism bo'linadi. Buning ichidagi bizning hozir mustalahga munosabatlik o'qiydiganimiz birinchi bobdagi umum mazmun hozir shu doskada ko'rayotganinglardek yuqoridagi jadvalda aniq belgilangan va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.